Yaqinda bir ayol shunaqa konsultatsiyaga keldilar-da. Erim abuzer deyaptilar. Siz qayerdan bilasiz abuzerligini desam, meni o'qiganimdan keyin ishlatmadi. Oilamga ham bir oyda bir marta boraman ota-onamni ko'rishga. Farzandlarim tarbiyasi bilan uyda o'tiribman, lekin men nimagadir qiynalib ketyapman. Menga havo yetmayapti. Uyda o'tiribman, lekin bu degani o'sha rivojlanmoqchiman, o'qimoqchiman, o'zim ustida ishlamoqchiman, lekin nima kerak borsang deb meni yana bosaveradilar, deyapti. Men aytdim, siz mana shu holatda ham baxtli bo'la olasiz dedim. Agar siz shu hozir turmush o'rtog'ingiz xizmatini qilib, farzandlaringizni boqib, siz oilada beka bo'lib turibsiz, mana shu bekalikdan baxt olishni o'rganing, ilm oling, o'z ustingizda ishlang dedim. O'shanga ham pul ham bermaydi rivojlanishimga, nima yo'l ham bermaydi deyaptilar-da. Hamma narsaning imkoni bor dedim. Ayol kishini makri 40 tuyaga yuk bo'ladigan naql bor-da. Shu eringizni siz ozgina psixologiyasini o'rganib turib, tekin darsliklar bor, YouTube'da qancha podkastlar bor. Ozgina bu erkakga bo'ladigan podxodni, yo'nalishni o'zgartirsa, har bitta erkakni ko'ngliga yo'l topish mumkin-da, ayollar.